Mol yog'i va margarinasiz burama bo'g'irsoq qildim. 200 gramm sariyog'i eritib, 1 cho'mich o'simlik yog'i qo'shib, tuz, shakar, dro'jji, 1 stakan sut va 1 stakan suv qo'shdim. Massani yaxshilab aralashtirib, kerigicha un qo'shib, yumshoqqina xamir qoriladi. Tingan xamirni ikkita teng zuvolaga ajratib oldim. Agar siz ko'p qilishni xohlamasangiz, yarim porsiyada qilsangiz bo'ladi. Zuvalani ozgina unlab yoyib olamiz. Men birinchi qo'limda yoyib olaman, chetlari qalin bo'lib ketmasligi uchun. Keyin yana erigan sariyog'dan surib, o'qluviga o'rab, o'rtasidan kesib olamiz. Bir barmoq qalinligida lentachalar qilib kesib chiqib, shunaqa burab yarim soatga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Qizigan yog'da past olovda pishirib olamiz. Shunda bo'g'irsoqlarimiz mol yog'isiz ham kumir-kumir bo'lib chiqadi. Endi bo'g'irsoqlarimiz uchun qiyom qilib olamiz. 1 stakan shakarga 1 stakan suv qo'shib, 5-6 qoshiq asal soldim. Tayyor bo'lgan sirupimizga bo'g'irsoqlarimizni solib terib olamiz. Men lochiraga terib chiqdim. Qolgan sirupni ham tayyor bo'lgan bo'g'irsoqlarimiz ustidan quyib chiqdim. Tabga ko'ra bezatamiz. Menda shokolad qirindisi. Mazasi og'izda qoladigan. Ertaga hayit joyiga kelinglar.